Xudoyberdi To'xtaboyev 1932-yil 17-dekabrda Farg'ona viloyatining Katta-Tog' qishlog'ida tug'ilgan. 1949-yil Qo'qon pedagogika bilim yurtini, 1955-yil Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetini tamomlagan. Ish faoliyatini Farg'ona viloyati tumanidagi maktablarda o'qituvchilikdan boshlagan. Keyinchalik ilmiy bo'lim mudiri, maktab direktori bo'lib ishlagan. 1958-yilda o'z jurnalistik faoliyatini boshlagan ijodkor 300 dan ortiq valyetalarni e'lon qilgan. Qator nashriyot va jurnallarda faoliyat ko'rsatgan. 1958-yilda badiiy ijodga kirib kelgan Xudoyberdi To'xtaboyevning Omonboy va Davronboy, Sariq devni minib, Sariq devning o'limi, Qasoskorning oltin boshi, Yo'llar va yillar, Shirin qovunlar mamlakati va Sehrgarlar jangi, Quyonlar saltanati va boshqa asarlari bugungi kutubxonalarimizning sevimli kitoblariga aylangan. Sevimli bolalar yozuvchisi 1982-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, 1989-yil O'zbekiston davlat mukofotiga sazovor bo'lgan, 1991-yil O'zbekiston xalq yozuvchisi unvonlari bilan taqdirlangan. Asarlari rus, ingliz, fransuz, nemis tillariga tarjima qilingan. Dunyoning 28 ta mamlakatida nashr etilgan. Xudoyberdi To'xtaboyevning Sariq devni minib asari bolalar adabiyotining eng sevimli va mashhur asarlaridan biridir. Sariq devni minib romani 1970-yilda yozilgan bo'lib, o'zbek adabiyotida bolalar uchun yozilgan eng muhim asarlaridan hisoblanadi. Sariq devni minib asarining asosiy qahramoni Hoshimjon asarning bosh qahramoni. Uning atrofida barcha sarguzashtlar kechadi. Hoshimjon juda shaddod, o'yinqaroq, ba'zan yalqov va intizomsiz bola. Uning xarakterida bolalarga xos quvnoqlik, topqirlik, hozirjavoblik va qaysarlik mujassamlashgan. Asarda Hoshimjonning fe'l-atvori, ijobiy va salbiy jihatlari, uning o'sish jarayoni turli sarguzashtlar orqali hayotni halol, mehnatni, do'stlik va insoniylikni anglab yetish yorqin tasvirlangan. Uning sarguzashtlari orqali muallif bolalarni yaxshilikka, bilimga va mehnatga chorlaydi. Folbin xola Hoshimjonning sarguzashtlarida muhim rol o'ynaydigan qiziq va sirli personaj. U Hoshimjonning hayotida turli o'zgarishlar olib kiradi va uni sarguzashtlarga turtki beradi. Oysha Hoshimjonning singlisi, katta singil sifatida uy ishlariga yordam beradi. Onasi uni oppoqqinam, jonimning huzuri deb erkalaydi. Orif Hoshimjonning sinfdosh do'sti. Ba'zi epizodlarda ular o'rtasida munosabatlar va mayda ziddiyatlar tasvirlanadi. Direktor maktab direktori obrazida ta'lim-tarbiya tizimi vakili tasvirlangan. U Hoshimjonning intizomsizligi uchun jazolaydi. Asar qahramonlari orqali Xudoyberdi To'xtaboyev bolalarni ichki dunyosini, orzu-umidlarini, o'zgaruvchan fe'l-atvorini, xato va kamchiliklarni, shuningdek ularning dunyoqarashini shakllanishini mohirona aks ettirgan. Romanda orzu-havasga eltadigan chinakam yo'l halol mehnat, yaxshi xulq, odob va qunt bilan o'qish ekanligi ta'kidlanadi. Asar nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham qiziqarli va tarbiyaviy ahamiyatga ega.